esimda bugun detoks haqida qilishimiz kerak edi. Keldim. Demak, bugun Detox Plus haqida gaplashamiz. Umuman olganda Detox Plus kimlar uchun kerak? Birinchi navbatda ozishni istayotgan, lekin oza olmayotgan insonlar uchun, davleniya har doim ko'tarilib tushmay yurgan insonlar uchun, hazmida muammosi borlar uchun yoki zardasi qaynab yuradigan insonlar uchun, har doim atok bilan uyg'onadigan insonlar uchun, umuman olganda organizmni tozalashni istagan insonlar uchun. Chunki Detox Plus to'liq organizmni hatto hujayralarigacha tozalab beradi. Tarkibi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Yana ham agar qiziqqanlar bo'lsa, kommentariyada detoks so'zini yozsangiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, tarkibimizda nimalar bor detoks tarkibida? Demak, birinchi navbatda glitsin jigarni ozuqasi hisoblanadi. Umuman olganda bolalarda ham, yosh kattalarda ham miya faoliyati uchun hamda jigar faoliyati uchun juda yaxshi yordam beradi. Assimilyator bu ferment, ya'ni organizmda hazm jarayonini yaxshilab beradi. Keyingisi, demak, lyutserna bu ayniqsa pochkasida tuzi borlarga juda ham tavsiya qilaman, juda zo'r yordam beradi. Keyingisi H500 bu hujayrani ichini shlaklarigacha tozalab beradi, har xil radikallardan tozalaydi. Bundan tashqari bu rakni oldini oladi. Keyingisi pentakan, bu haqiqiy energetik hisoblanadi. Ayniqsa ertalab turib, uyqudan ochila olmaydigan vaziyat bo'lsa, masalan, atyoklar bilan uyg'onganda yoki charchoqlar chiqmagan paytda shu pentakan ichilsa zo'r yordam beradi. Eng muhimi Coralmine, bundan oldingi videolarda ham aytib o'tib ketgandim. Qachonki organizmni suvi toza bo'lsa, shundagina har qanaqa preparat ta'sir ko'rsatadi. Demak, bu organizmni 70 xil minerallar bilan to'ldirib beradi va suvimizni tozalab beradi. Shunday ekan, detoks organizmni organlardan tortib, hazm qilishidan tortib, hattoki hujayralargacha tozalaydi. Shu bilan birgalikda ozishga ham yordam beradi.